Çaynakdiki Ç. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Ç. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Ç'ning beshidan ulindigan shakli. Misol: cho'mich. Ç'ning bosh va oyog'idan ulindigan shakli. Misol: chechak. Ç'ning oyog'idan ulindigan shakli. Misol: qilich. Ç'ning ayrim shakli. Misol: choch. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Cho'mich. Chi harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Çiçek. Çi harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Qilich. Chi harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Choch. Chi harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Choy, chop, chish, uch, cha, na, chana, chi, na, china, cha, pan, chapan, ar, cha, archa. Chik, 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 chik. Uyg'on bolajon, tayyorladi choy sana onajon. Chik, chik, chik. Maktabga yo'l ol, tirishib o'rgan, ustoz so'zi bol.